4 oy ichida Aptechniy Maz Cleansing yuzimni shu holatdan mana shu holatga olib kelgan. Lekin butun lecheniya davomida aynan shu mazlarni deb men kechalari bilan yig'lab chiqqan. Chunki hattoki doktor ham menga minus tomonlari haqida aytmagan. Bugun sizlar bilan Cleansing ishlatayotganda nimalardan ehtiyot bo'lish haqida gaplashamiz. Boshida doktorim menga bu mazlarni kunora ishlatishni tavsiya berganlar. Maz ishlatmaydigan kuni men mana shu sigaretkalarni ishlatganman. Bularni hammasi tinchlantirib, post akneni yo'qotish effektiga ega. Boshida bir hafta yaxshi edi, lekin ikkinchi haftadan men o'zgarishlarni sezdim. Sigaretkalar ishlatish u yoqda tursin, oddiy kremdan ham yuzim achigan. Tushunishingiz uchun o'sha vaqt men mana shu sevimli kremimni ishlatardim, lekin aynan Cleansing ishlatgan paytda buni ishlatishni umuman tavsiya qilmayman. Cleansing yuzimdagi qatlamni juda ham yupqalashtirib yuborgan. Shu orqali u ortiqcha yog'lardan xalos bo'lib, terini qaytadan tiklagan. Ya'ni lechebniy proses. Bu kremda esa sizni yuzingizni tinchlantiruvchi aktivlar bor. Eslab qoling, aynan Cleansing ishlatayotganda hech qanaqa aktiv va kislotalardan foydalanish mumkin emas. Chunki o'zi ham yupqa teringizni u battar razdrajat qiladi. Yig'laganimning ham sababi aynan shundan. Cleansing sababli menga uходовый sredstvalarni juda ham ko'p to'g'ri kelmadi va o'sha payt yagona meni qutqaruvchim bu mana shu ikkita narsa edi. Gel bilan yuzimni yuvardim, Cleansing surardim va mana shu kremni ishlatardim. Shu vaqtgacha men bu firmani produktsiyalarini shunchaki yaxshi uходовый kosmetika deb hisoblab kelganman. Lekin aynan o'sha vaqt har kuni yig'layotganimda bitta shular yuzimni achishtirmasa, qanchalik baxtdan xursand bo'lgandim. Lagomda menda ikki xil krem bor edi. Bunisi plotniy, bunisi esa yengilroq. Yana Cleansing ishlatayotganda shu narsani inobatga oling, yuzingiz har doim shug'ushlangan bo'ladi. Chunki lablarim orasi qurib ketgan, burunlarim orasi qurib, teri yangi teri ajralib chiqardi. Bu deganiki makiyajingiz ham yaxshi yotmaydi. Ertalab esa faqat SPF surardim, chunki boshqa narsalarni yuzim ko'tara olmasdi. Men ham nechtasini ishlatgan bo'lsam, aynan shu XSY ni SPF to'g'ri keldi. Chunki bu fizikiy sostav, ximiy sostavdan farqi shundaki, quyosh kelganda ximiy sostav o'ziga nurlarni oladi. Bu esa sostavi fizikiy bo'lgani uchun, o'shaning uchun oq bu nurlarni o'ziga qabul qilmaydi. Va muammoli yuz uchun fizikiy sostavli SPFlar ishlatish kerak. Va men buni yaqinda bildim. Va hozir men aynan shunaqasiga o'tganman. Cleansing juda ham yaxshi mahsulot, men yana davom etaman. Yana shuni ta'kidlab o'tamanki, menda bo'lgan narsa sizda bo'lmasligi mumkin, chunki bizning terimiz baribir har xil.